Hey yo, bunachilar bugun sizlar bilan biz sho'xplay, qani sho'xplay salomlashib qo'y. Hammaga assalom do'stlar, sizlar bilan bugun Minecraft nastroykasini to'g'rilaymiz va sizlarga ko'rsatamiz. Sizlar ko'rmagan narsalarni biz ko'rsatamiz. Minecraft nastroykalarini to'g'rilaymiz. Qani keting. Birinchi o'rinda biz nastroykaga kirib olamiz. Nastroykaga kirib olgandan keyin mana birinchida bizni imya kutib turadi. Bu imyada ismingiz bo'ladi, tepada ko'rsatilib turgan. Bunda ikkinchisida ovoz, uchinchisida qiyinligi yoki osonligi, to'rtinchisida bu birinchi litso, ikkinchi litso, uchinchi litso. Bu eng oxirgisi F5 bo'ladi. Bu yoqlarga teginmaysizlar. Keyin mana PlayStation turganiga bosasizlar. Bu CSVT, bu yoqqa tez qarash yoki sekin qarashi. Bu chap qo'l, bunisini ham yoqib qo'yasizlar. Yoqib qo'yganlaringdan keyin bu chap. Agar kim chap qo'lda o'ynasa, mana shuni yoqib qo'yadi. Bizga bu kerak emas. Birinchi o'rinda biz birinchi mirimizga kirib olaylik. Mana bizda birinchi bo'lib hozir nastroykaga kirib olamiz. Mirdan chiqib ketibman. Mana kirganimizdan so'ng mana buni bossak, qo'limiz chapga o'zgaradi. Yo'q, tugmalarimiz chapga o'zgaradi. Agar kim chapga o'qimoqchi bo'lsa, chapga bosib bemalol qilaversin. chapga qilaylik. Kemononi bosib qo'yish kerak, bu ham kerak, bu ham kerak. Bu katta knopkani kattaligi qanday kichkina bo'lsa, qanday yaxshi. Qani ketdik, bo'lmasa uchinchisiga, bu yoqdagilarga teginmaysizlar. Qani uchinchisiga ketdik, blok rasmi borga. Bu yarki. Qani oxirgacha ko'tarib ko'ramiz. Bu buni bilmadim. Interface. Mana undaqa katta qiladi bu uchinchisi. Bunday qilsa kichkina bo'ladi. Bizga katta bo'lmaydi vaqti. Katta bo'ladi. Mana shunday yetadi. Bunisi zrение. Uzoq yaqin, zoom degan ma'noni anglatadi. Uzoq. Bu far deganida o'z ingliz tilida. Uzoqroq qilsam bo'lmaydi-da senga. Uzoq qiling, bo'ladimi? Bu grafikalar, bu hammasi grafikalarga teginmaysizlar. Qani bir ko'raylikchi. Tugmani qara kichkina bo'lib ketganini. Chap tarafga o'zgartirmang, yomon aka. O'yna olmayman. O'zgartirganim yo'q hali. Chap mana shunaqa plus belgisi chiqadi. Hozir ko'rsataman. Mana shunaqa plus belgisini siz bemalol topishingiz mumkin. Men uni hozir tushuntirib o'taman. Mana chap qo'ldagida o'ngga qiling. Unga yo'qmaydi, o'ng qo'lda o'ynayman. Mana shuni yoqib qo'ysanglar, bemalol mana shunaqa ko'rinaveradi. Qani mana sizlar ko'rsanglar, buni o'chiraydi mana. Bunday o'chirsam bunaqa bo'lib qoladi. Bu yoqqa kirib, mana shuni bunday yoqsak, mana shunaqa chiqadi. Mana shuni o'ngga o'tkazib edi. Mana bu nimani? Mana buni, ha. Nimaga? Hozir buni o'zgartiraman. O'ynolmayman. Mana. Bo'lib, Bo'lmasa birinchidagi mana uni ko'rib olamiz. Bu mana bunday qiladi. Bunisi bunday orqasi bilan. Bunda hamma salomlashadi. Bunday salomlash noqulay. Qani hammaga xayr bo'ldi. Bugungi video tugadi. Mana shu skin uchun ham bitta like bosib qo'ysanglar arziydi. Hammaga xayr.